Assalomu alaykum aziz va qadrli kuzatuvchilarim. Bugungi videoni boshlashdan oldin sizlarga tikayotgan naqshimiz haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Bugun biz log cabin deb nomlanadigan klassik quroq naqshini tikamiz. Bu naqsh dunyo bo'ylab juda mashhur. Uning asosiy g'oyasi markazdan boshlanib, hayotning kengayib borishini ifodalashidir. Markaziy kvadrat, uy, oilaning ramzi hisoblanadi. Atrofdagi lenta aylanish esa baraka, farovonlik va o'sishni anglatadi. Shuning uchun bu naqsh ko'pincha oilaviy buyumlarda, ko'rpa-to'shaklarda va sovg'alarda ishlatiladi. Bizning milliy quroqchiligimizda ham markazdan kengayib boradigan naqshlar juda qadrlanadi, chunki u tartib, sabr va didni ifodalaydi. Endi esa ushbu chiroyli va ma'noli naqshni qanday tikishni bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Bu quroq turi oddiy ko'rinsa ham, aslida juda puxta, hisob-kitob va aniqlik talab qiladi. Har bir qismi o'lchov bilan, sabr bilan va albatta mehr bilan tikiladi. Avvalo markazdan boshlaymiz. O'rtaga kichkina kvadrat joylashtiramiz. Bu butun naqshning yuragi hisoblanadi. Markaz qanchalik tekis va aniq bo'lsa, butun quroq shunchalik chiroyli chiqadi. Endi 3 sm enidagi lentalarni tayyorlab olamiz. Men har doim lentani aynan 3 sm qilib kesaman. Sababi bu o'lchov naqshning proporsiyasini saqlaydi. Juda keng ham emas, juda tor ham emas. Agar lentaning eni turlicha chiqsa, naqsh qiyshayadi yoki markazdan og'ib ketadi. Shuning uchun o'lchovda aniqlik juda muhim. Birinchi lentani markaziy kvadratning bir tomoniga yuzma-yuz qo'yib tikamiz. 0,5-0,7 sm chok qoldirib tikaman. Tikib bo'lgach, albatta ochib dazmollayman. Dazmollash professional tikuvchining siri. Har bir bosqichda dazmollash ishni silliq va sifatli qiladi. Keyingi lentani boshqa tomonga qo'yamiz. Har gal aylantirib boramiz. Shunda naqsh spiral ko'rinishda kattalashadi. Har bir yangi lenta oldingisidan biroz uzunroq bo'ladi. Chunki shakl kengayib boradi. Bu yerda shoshilmaslik kerak. Quroq tikish sabrni o'rgatadi. Har bir chokni tekis tushirish, burchaklarni to'g'ri chiqarish, choklar bir joyga to'planib qolmasligini nazorat qilish, bularning hammasini yakuniy natijaga ta'sir qiladi. Men har bir qatorni tikkanimdan keyin ishni tekshirib chiqaman. Qiyshaysh yo'qmi, o'lcham to'g'rimi, burchaklar 90 darajami? Hammasiga e'tibor beraman. Chunki mijoz qo'liga borganda mahsulot mukammal bo'lishi kerak. Shu tarzda lentani aylantirib tikishni davom etamiz. Har aylanishda naqsh yanada chiroyli tus oladi. Ranglar bir-biriga uyg'unlashadi. Oq rang markazni yorqin ko'rsatadi, binafsha esa chuqurlik beradi. Agar siz rang tanlashni bilmasangiz, oddiy qoida bor. Och rangni markazga, to'q rangni tashqi qismiga qo'ying. Shunda naqsh yanada jozibali ko'rinadi. Kerakli o'lchamga yetgach, chet qismini kesib tashlaymiz. Kvadrat shaklni aniq qilib kesib olamiz. Keyin atrofiga ramka qo'shish mumkin. Ramka naqshni yanada ajratib ko'rsatadi va mahsulotga boy ko'rinish beradi. Mana shu kichkina quroq namunasi keyinchalik yostiq jildi, ko'rpa, yakondoz yoki to'liq quroq to'plamining bir qismiga aylanishi mumkin. Ko'pchilik o'ylaydi, bu oddiy mato-ku? Yo'q, bu oddiy mato emas. Bu vaqt, sabr va halol mehnat. Har bir lentani kesish, har bir chokni tushirish, har bir dazmol bosishi bularning hammasi mehnat. Shuning uchun qo'lda tikilgan mahsulotning qadri baland bo'ladi. Chunki unda mehr bor. Mashina tez tikadi, lekin qalb qo'shilmaydi. Qo'l mehnatida esa har bir detalga e'tibor bor. Agar siz uy uchun sifatli, didli va uzoq xizmat qiladigan quroq mahsulot izlayotgan bo'lsangiz, buyurtma berishingiz mumkin. Rangini, o'lchamini, naqshini o'zingiz tanlaysiz. Men esa siz xohlagan dizaynni tayyorlab beraman. Har bir buyurtma alohida yondashuv bilan tikiladi. Tayyor ommaviy mahsulot emas, aynan siz uchun tikilgan maxsus buyum bo'ladi.
Agar siz sovg'a uchun ham o'ylayotgan bo'lsangiz, qo'lda tikiladigan quroq eng chiroylisi va esda qolarli sovg'alardan biri bo'ladi. Ayniqsa kelin-kuyov sepiga, yangi uyga yoki yaqin insoningiz uchun mos juda buyurtma berish uchun izohda yozishingiz yoki sahifadagi aloqa orqali bog'lanishingiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa ham bemalol yozing. Har bir mijoz bilan alohida ishlayman. Agar video sizga foydali bo'lsa, layk bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu mening mehnatimni qadrlashni va yanada ko'proq foydali videolar tayyorlashim uchun katta motivatsiya bo'ladi. Qalbdan qo'lga yetib boradigan har bir ish barakali bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat.